Riyod 2025 6-chi Islom birdamligi o'yinlari. O'zbekiston delegatsiyasining shtabida sportchilarimiz uchun mana shunday ajoyib atmosfera yaratilganki, bu yerda ular vatan sog'inchini oz bo'lsa ham unutishlari mumkin. Bu yerda mamlakatimizdan keltirilgan turli xil noz-ne'matlar, mevalar, milliy taomlarimiz barchasi sportchilarimiz uchun muhayyo. Albatta bu sharoitlar uchun avvalambor muhtaram prezidentimizga minnatdorchilik bildiramiz. Xudo xolasa qo'limizdan kelgancha yaxshi natijalarimiz bilan muhtaram prezidentimizni qolaversa butun O'zbekiston xalqimizni xursand qilamiz degan umiddaman. Albatta bunaqangi nima deydi, noz-ne'matlar, o'zimizda milliy taomlarimiz bo'lgani biz sportchilarga juda ham yana kuchimizga kuch qo'shadi. Xudo xolasa bu o'zimiz milliy taomlarni yeb, yanada kuchga to'lib musobaqalarda yorqin natijalar ko'rsatishga harakat qilamiz. Avvalambor assalomu alaykum. Bugun delegatsiyamizni ochiq dasturxoniga keldik. Sportchilarimiz bilan birgalikda shu narsalarni tashkillashtirgan rahbariyatimizga hammaga minnatdorchilik bildiraman. Shu sportchilar nomidan, shaxsan o'zim nomimdan. Nima deydi, biz chet elda bo'lganimizda baribir o'zimizni ovqatlarimizni, go'sht, osh bo'lsin, hamma narsalarni sog'inamiz. Shunga qaramasdan shu delegatsiyamiz rahbariyati bizni o'ylab, biz sportchilarni chempion bo'lishligimizni o'ylab shuncha sharoitlar qilib beribdi. Rahmat hammaga.